Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men 2026 yil avgust oyidagi pensiyalar bo'yicha juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotganlar, balki pensiyaga chiqishga yaqinlashayotganlar. Ota-onasining pensiyasini nazorat qilayotgan farzandlar, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilar uchun ham juda zarur. Chunki avgust oyida pensiya miqdori, to'lov kuni qayta hisoblash, qo'shimcha ustamalar va hujjatlardagi xatolar bo'yicha ko'p savollar paydo bo'ladi. Ayrim odamlar o'ziga tegishli pulni ola olmay qoladi. Ayrimlar esa o'z pensiyasi nega qo'shnisikidan kam yoki ko'p ekanini tushunmaydi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda hayotiy misollar bilan kim nimaga e'tibor berishi kerakligini tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bu kabi amaliy ma'lumotlar sizga yoki yaqinlaringizga bevosita pul masalasida yordam berishi mumkin. Pensiya masalasida ko'pchilik bitta xatoga yo'l qo'yadi. Pensiya tayinlandi, endi hammasi avtomatik, men hech narsa qilmasam ham bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida pensiya tizimida ko'p jarayonlar avtomatlashtirilgan bo'lsa ham, hamma narsa to'liq xatosiz yuradi deb kafolat berib bo'lmaydi. Ayniqsa ish staji, ish haqi haqidagi ma'lumotlar. Avvalgi korxonalardan olingan arxiv hujjatlari, bank kartasi rekvizitlari, yashash joyi o'zgargani, nogironlik muddati, qaramog'idagi shaxslar bo'yicha hujjatlar doimiy nazorat talab qiladi. Oldin pensiya tayinlashda odamning qo'lida mehnat daftarchasi bo'lardi. Undagi yozuvlarga qarab ish staji hisoblanardi. Kim qaysi korxonada ishlagan, qachon kirgan, qachon chiqqan, lavozimi nima bo'lgan. Bularning hammasi qog'oz hujjatlar orqali tekshirilardi. Hozir esa elektron bazalar, idoralararo ma'lumot almashinuvi, yagona reyestrlar roli kuchaygan. Bu yaxshi, chunki ko'p odamlar idora yurishdan qutuladi. Lekin shu bilan birga eski davrdagi ish joylari bazaga to'liq tushmagan bo'lishi, korxona tugatilgan bo'lishi, arxiv ma'lumotida familiya xato yozilgan bo'lishi yoki ish haqi haqida ma'lumot topilmasligi mumkin. 2026 yil avgust oyida pensiyalar bo'yicha muhim masala shuki, avgust to'lovlari odatda odamlar yozgi xarajatlari ko'paygan, kommunal to'lovlar, dori-darmon, o'qishga tayyorgarlik, nabiralar uchun xarajatlar oshgan davrga to'g'ri keladi. Shuning uchun pensiyada har bir so'm muhim bo'ladi. Agar kimningdir pensiyasi qayta hisoblanishi kerak bo'lsa, ustama qo'shilishi kerak bo'lsa yoki oldingi oylar uchun farq to'lanishi kerak bo'lsa, buni beparvo qoldirmaslik kerak. Birinchi muhim masala: avgust oyidagi pensiya miqdori nima asosida belgilanadi? Pensiya odatda odamning ish staji, avval olgan ish haqi, pensiya turi qonunchilikda belgilangan eng kam miqdorlar. Ustamalar va ayrim imtiyozli holatlar asosida hisoblanadi. Ya'ni hamma pensiya oluvchilarga bir xil summa tushmaydi. Kimdir yoshga doir pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi, kimdir boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Har birining hisoblash tartibi va hujjatlari bir-biridan farq qiladi. Masalan, birinchi hayotiy vaziyatni olaylik. 63 yoshli Akmal aka 37 yil ishlagan. Uning ish staji uzoq, lekin 1990 yillardagi ish haqi hujjatlari to'liq saqlanmagan. Agar pensiya jamg'armasi bazasida faqat keyingi yillardagi ma'lumotlar ko'rinsa, uning pensiyasi real mehnat faoliyatiga nisbatan kamroq chiqishi mumkin. Akmal aka hamma narsa o'zi bo'ladi deb yuraversa, har oy ma'lum miqdorda kam pensiya olishi ehtimoli bor. Lekin u arxivdan ish haqi ma'lumotnomasini topib, eski korxonadagi stajini tasdiqlatsa, pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Bu yerda eng muhim narsa. Eski staj va ish haqi hujjatlari pulga bevosita ta'sir qiladi. Ikkinchi misol: Emdax yoshli Dilbar opa pensiyaga chiqqan, lekin keyin yana ishda davom etgan. Ko'pchilik ishlayotgan pensioner pensiyasi o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Aslida ishlash davomida to'langan badallar, ish staji va qonunchilikdagi tartibga qarab ayrim hollarda qayta hisoblash masalasi paydo bo'lishi mumkin. Agar Dilbar opa 2025 va 2026 yillarda rasman ishlagan bo'lsa, uning ish beruvchisi ma'lumotlarni to'g'ri topshirganmi? Ish haqi rasmiy ko'rsatilganmi? Ijtimoiy to'llar aks etganmi? Shuni tekshirish kerak. Agar ish beruvchi xodimni norasmiy ishlatgan bo'lsa, bu nafaqat hozirgi ish haqi, balki kelajakdagi pensiya huquqiga ham zarar beradi. Uchinchi misol: boquvchisini yo'qotgan oila bor. Oila farzandlari voyaga yetmagan, ona esa shu pensiya hisobiga yashaydi. Avgust oyida farzandlardan biri 19 yoshga to'lgan bo'lsa, yoki kollej, texnikum, oliygohda kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, hujjat masalasi juda muhim bo'ladi. Agar o'qish haqida ma'lumot vaqtida taqdim etilmasa,
to'lov vaqtincha to'xtashi yoki kamayishi mumkin. Odamlar keyin nega pensiya tushmadi deb hayron bo'ladi. Sabab ko'pincha oddiy, tizim farzandning o'qishini avtomatik tasdiqlamagan yoki ma'lumot yangilanmagan. 4-misol. Nogironlik pensiyasi oluvchi shaxsda tibbiy xulosa muddati tugayotgan bo'lishi mumkin. Agar nogironlik guruhi muddatsiz berilmagan bo'lsa, qayta ko'rik sanasini o'tkazib yubormaslik kerak. Avgust oyida pensiya tushishi uchun iyul yoki avgust boshida tegishli tibbiy hujjatlar yangilangan bo'lishi zarur. Aks holda to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Bu odamning aybi bo'lmasligi ham mumkin. Lekin baribir pul vaqtda tushmasligi oilaviy byudjetga og'ir ta'sir qiladi. Men bu yerda hammani qo'rqitmoqchi emasman. Agar sizning pensiyangiz bir necha yildan beri barqaror tushayotgan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, pensiya turida o'zgarish bo'lmasa, odatda avgust oyida ham to'lov odatdagi tartibda keladi. Lekin baribir SMS xabarini, bank ilovasini yoki pochta orqali to'lov jadvalini tekshirib boring. Xavotir olishi kerak bo'lganlar birinchi navbatda yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Chunki yangi tayinlangan pensiyada xatolik bo'lishi ehtimoli eski pensiyaga qaraganda ko'proq. Sababi hujjatlar endi yig'ilgan, bazalar endi solishtirilgan, eski korxonalar bo'yicha ma'lumotlar hali to'liq tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, sizga tayinlangan summa qanday hisoblanganini so'rab oling. Menga shuncha chiqdi deb jim yurish to'g'ri emas. Siz hisob-kitob varaqasini yoki tushuntirishni olishga haqlisiz. Ikkinchi guruh ishdaji bahsli bo'lganlar. Masalan, mehnat daftarchasida muhr yaxshi ko'rinmaydi. Ishga qabul qilingan sana bor, lekin ishdan bo'shagan sana yo'q. Korxona nomi o'zgargan, harbiy xizmat davri, tug'ruq ta'tili. Bolani parvarishlash davri, chet elda ishlagan davr. Dehqon xo'jaligi yoki yaqin tartibdagi faoliyat davri to'g'ri kiritilmagan bo'lishi mumkin. Bularning har bir pensiya miqdoriga ta'sir qilish ehtimoli bor. 3-guruh. Pensiya olayotgan, lekin bank kartasi almashganlar. Oddiy holat. Karta muddati tugaydi. Odam yangi karta ochadi, lekin pensiya to'loviga bog'langan rekvizitlar yangilanmaydi. Natijada to'lov kechikadi. Yoki pensioner boshqa hududga ko'chib o'tadi. Ro'yxatdan o'tish manzili o'zgaradi, lekin pensiya bo'limiga xabar bermaydi. Bu ham to'lov jarayonida savol tug'dirishi mumkin. 4-guruh qo'shimcha ustama olish huquqiga ega bo'lishi mumkin bo'lganlar. Masalan, ayrim toifadagi faxriylar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz pensionerlar. Qaramog'ida mehnatga layoqatsiz shaxslar bor pensionerlar yoki alohida ijtimoiy maqomga ega fuqarolar qonunchilikka ko'ra qo'shimcha to'lovlarga da'vogar bo'lishi mumkin. Men har doim aytaman, ustama avtomatik o'shilishi mumkin. Lekin hamma holatda ham avtomatik bo'ladi deb o'ylamang. Sizda asoslovchi hujjat bo'lsa, uni taqdim etish kerak. Eng ko'p uchraydigan nozik masala bu pensiyam oshishi kerak edi, lekin oshmadi degan savol. Bunda birinchi tekshiriladigan narsa oshish haqiqatan ham sizning pensiya turiga tegishlimi yoki yo'qmi? Ba'zi qarorlar eng kam pensiya miqdoriga, ba'zilari bazaviy hisoblash miqdoriga, ba'zilari ma'lum toifadagi oluvchilarga, ba'zilari esa faqat yangi tayinlanayotgan to'lovlarga taalluqli bo'lishi mumkin. Shuning uchun yangilikni eshitganda hammaniki osharkan deb xulosa chiqarmang. Rasmiy matnda kimlarga, qaysi sanadan, qaysi tartibda qo'llanishi yoziladi. Ikkinchi nozik joy qayta hisoblash sanasi. Odam hujjatni avgustda topshirsa, pul aynan avgustdan qo'shiladimi yoki huquq paydo bo'lgan sanadanmi? Bu masala hujjat turiga va qonunchilikdagi muddatlarga bog'liq bo'ladi. Masalan, agar staj hujjati avvaldan mavjud bo'lgan, lekin taqdim etilmagan bo'lsa, ayrim hollarda qayta hisoblash murojaat qilingan sanadan amalga oshirilishi mumkin. Agar davlat organining xatosi bo'lsa, boshqa tartib qo'llanishi ehtimoli bor. Shu sababli men har doim murojaatni og'zaki emas, yozma yoki elektron tarzda qoldirishni tavsiya qilaman. Chunki murojaat sanasi keyin isbot bo'ladi. 3-nozik joy, ortiqcha to'lov. Ba'zan odamga xatolik bilan ko'proq pensiya to'lanadi. Ko'pchilik buni menga berildi, demak meniki deb o'ylaydi. Lekin keyin tekshiruvda ortiqcha to'lov aniqlansa, uni qaytarish masalasi ko'tarilishi mumkin. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan, farzand o'qishni tugatgan, lekin bu ma'lumot vaqtida bildirilmagan, to'lov yana bir necha oy davom etgan, keyin ortiqcha to'langan summa ushlab qolinishi mumkin. Shuning uchun pensiya huquqiga ta'sir qiladigan har qanday o'zgarishni yashirish yaxshi fikr emas. 4-nozik joy, naqd pul va karta orqali olish farqi. Ayrim pensionerlar pochta orqali naqd oladi,
Ayrimlar bank kartasiga oladi. Karta orqali oluvchilar odatda pul tushganini tez ko'radi. Naqd oluvchilarda esa mahalla, pochta jadvali, yetkazib berish kuni, bayram yoki dam olish kunlari ta'sir qilishi mumkin. Agar avgust oyida to'lov bir necha kun kechiksa, darhol vahima qilmasdan avvalo o'z hududingizdagi to'lov jadvalini aniqlang. Lekin kechikish uzoq davom etsa albatta murojaat qiling. 5-nozik joy ishonchnoma orqali pensiya olish. Kekasalar yoki sog'lig'i yomon odamlar pensiyasini farzandi yoki qarindoshi orqali olishi mumkin. Bunda ishonchnoma muddati, rasmiylashtirish tartibi, bank yoki pochta talablarini tekshirish kerak. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, avgust oyidagi to'lovni olishda muammo paydo bo'ladi. Ayniqsa pensioner yotoqda bo'lsa, hujjatni oldindan tayyorlash zarur. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, avgust oyidagi pensiyangizni o'tgan oy bilan solishtiring. Iyulda qancha tushgan, avgustda qancha tushgan? Farq bormi? Tushgan sana o'zgarganmi? SMS xabar kelganmi? Bank ilovasida summa ko'rinadimi? Shularni yozib qo'ying. Agar ota-onangizning pensiyasini nazorat qilsangiz, ularning roziligi bilan bank xabarlarini tekshirishni yo'lga qo'ying. Ikkinchi qadam, pensiya hisob-kitobingizni tushunib oling. Pensiya bo'limiga yoki tegishli xizmat markaziga murojaat qilib, pensiyangiz qaysi staj, qaysi ish haqi, qaysi ustamalar asosida hisoblanganini so'rashingiz mumkin. Bu ayniqsa yangi pensionerlar uchun muhim. Siz, men 15 yil ishlaganman, lekin hisobda 29 yil chiqibdi degan holatni faqat tekshirganda bilasiz. Bilmasangiz, xato yillar davomida qolib ketishi mumkin. Uchinchi qadam, hujjatlaringizni yig'ib qo'ying. Kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa u, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomalari, arxivdan olingan tasdiqlar, harbiy xizmat hujjati, nikoh yoki familiya o'zgargani haqidagi hujjat, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, bank kartasi rekvizitlari. Hamma hujjatning nusxasini alohida papkada saqlang. Telefoningizda ham suratga olib qo'ying, lekin asl hujjatni yo'qotmang. To'rtinchi qadam, agar summa noto'g'ri deb o'ylasangiz, yozma murojaat qiling. Murojaatda ism familiyangizni, pasport ma'lumotlaringizni, manzilingizni, telefon raqamingizni yozing. Keyin masalani aniq bayon qiling. 2026 yil avgust oyida menga tushgan pensiya miqdori oldingi oyga nisbatan kamaygan yoki mening 1907 yildan 1995 yilgacha bo'lgan ish stajim hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Yoki farzandim kunduzgi ta'limda o'qiyotgani sababli boquvchini yo'qotganlik pensiyasini davom ettirishni so'rayman. Murojaatga hujjat nusxalarini ilova qiling. Eng muhimi, murojaat qabul qilingan sanani tasdiqlovchi belgi yoki elektron raqamni saqlang. 5-qadam, rasmiy manbalarga qarang. Men doim ogohlantiraman. Ijtimoiy tarmoqlarda avgustda hammaga falon so'm qo'shiladi. Pensionerlar zudlik bilan ariza topshirmasa pul olmaydi. Hamma kartasini almashtirish kerak degan xabarlar tarqalishi mumkin. Bunday xabarlarning hammasiga ishonmang. Rasmiy vazirliklar, pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari portali, bankning rasmiy xabarlari va mahalliy pensiya bo'limi ma'lumotini tekshiring. Agar xabar rost bo'lsa, rasmiy manbada ham bo'ladi. 6-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p keksalar bank ilovasidan foydalana olmaydi, SMSni o'qimaydi, qaysi hujjat kerakligini bilmaydi. Farzandlar, nevaralar, qarindoshlar ularga yordam berishi kerak. Lekin yordam berayotganda pensionerning huquqini hurmat qiling. Uning kartasini olib qo'yish, pulini nazoratsiz ishlatish, roziligisiz ishonchnoma rasmiylashtirish mumkin emas. Pensiya pensionerning shaxsiy daromadi hisoblanadi. 7-qadam, agar pensiya to'xtab qolsa, sababini aniqlamasdan qarzga kirib ketmang. Avval bankka murojaat qiling. Karta faolmi? Hisob bloklanmaganmi? Rekvizit to'g'rimi? Keyin pensiya bo'limidan to'lov topshirig'i yuborilmaganini so'rang. Agar pochta orqali olsangiz, pochta bo'limidan jadvalni aniqlang. Muammo hujjatda bo'lsa, qaysi hujjat yetishmayotganini yozma ravishda so'rang. 8-qadam, pensiyaga chiqishga yaqin bo'lganlar hozirdan tayyorlansin. Agar siz 2026 yil yoki 2027 yilda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, ish stajingizni oldindan tekshiring. Mehnat daftarchangizdagi yozuvlar aniqmi? Eski korxonalar bo'yicha arxiv mavjudmi? Ish haqi ma'lumotlari bormi? Familiya o'zgargan bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlar bormi? Bularni pensiya yoshiga yetgandan keyin emas. Oldindan hal qiling. Chunki pensiya tayinlash vaqtida bitta arxiv hujjati kechiksa, to'lov ham kechikishi mumkin. Yana bir amaliy misol keltiraman.
Farhod aka 2026 yil avgustda pensiya olishi kerak. Lekin 2000 yillarda ishlagan korxonasi yopilgan. U hujjatlarni pensiya yoshiga yetgan kuni qidirishni boshlasa, arxivdan javob kelguncha bir necha hafta yoki oy o'tishi mumkin. Agar u bu ishni oldindan boshlasa, pensiya tayinlash jarayoni ancha tinch o'tadi. Shu sababli pensiya masalasini oxirgi kunga qoldirmang. Yana bir vaziyat. Malika opa onasining pensiyasini nazorat qiladi. Onasining kartasi muddati avgustda tugaydi. Agar ular kartani oldindan yangilamasa, pensiya tushgan bo'lsa ham undan foydalanish qiyinlashadi. Bankka borib karta muddatini, yangi karta pensiya hisobiga bog'langanini, SMS xizmat ishlayotganini tekshirish oddiy ishdek ko'rinadi. Lekin aynan shu oddiy ish ko'p muammoning oldini oladi. 2026 yil avgust oyidagi pensiyalar bo'yicha eng muhim xulosa shuki, pensiya avtomatik tushadi deb beparvo bo'lmang. Lekin asossiz vahimaga ham tushmang. To'lov miqdorini tekshiring. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Staj va ish haqi ma'lumotlari to'g'ri hisoblanganini aniqlang. Agar o'zgarish bo'lsa, rasmiy murojaat qiling. Ayniqsa yangi pensionerlar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, ishlayotgan pensionerlar, bank kartasi yoki yashash manzili o'zgarganlar avgust oyida hushyor bo'lishi kerak. Men ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Har bir pensioner o'z pensiyasining qanday hisoblanganini bilishi kerak. Bu murakkab tuyulishi mumkin, lekin bu sizning pulingiz, sizning huquqingiz, sizning mehnatingiz natijasi. Agar sizda savol bo'lsa, jim yurmasdan so'rang. Agar xato ko'rsangiz, hujjat bilan murojaat qiling. Agar tushunmasangiz, rasmiy idoradan yozma izoh talab qiling. Sizning hududingizda 2026 yil avgust pensiyalari bo'yicha qanday savollar paydo bo'lyapti? Pensiya vaqtida tushyaptimi? Miqdorda o'zgarish bormi? Hujjat masalasida qiyinchilik bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringiz bilan ulashing. Chunki pensiya masalasida vaqtida olingan to'g'ri ma'lumot ko'pincha real pulni saqlab qoladi.